Assalomu alaykum. Sizlarni ko'rib turganimdan xursandman. Bugun eng dolzarb mavzulardan bittasi quyosh panellarini o'rnatish bo'yicha gaplashamiz. Agar bu videoni oxirigacha ko'rsangiz, quyosh panellari bo'yicha zo'r ma'lumotlarga ega bo'lasiz. Bugun sizlar bilan nimalar haqida gaplashamiz? Birinchisi, quyosh panellarini qanday o'rnatsak yaxshi effekt beradi va qanday holatda o'rnatsak va bundan keyin qanchalik bizga foyda berishini ko'rib chiqamiz. Ikkinchidan, quyosh panellarini sifatli va sifatsiz ekanligini qanday ajratsa bo'ladi va uni brendi qanaqa, uni ko'rsatkichlari, uni parametrlari haqida gaplashamiz. Uchinchidan, panellarni boshqaruv qismi o'zi qanaqa bo'lishi kerak, uni monitoringi, uni parametrlari va boshqaruv haqida gaplashamiz. Va to'rtinchisi, quyosh panellarini uzoq muddatda ishlash uchun nima qilish kerak, qanaqa e'tibor qaratish kerak, shular haqida gaplashamiz. Do'stlar, o'zim haqida ma'lumot bermoqchiman. Men Xidirov Olim, 15 yil davomida elektrika energetika sohasida faoliyat yuritib kelaman. Shu yillar mobaynida ko'p loyihalarni amalga oshirdik. Hozirgi kunda Proxima Energy kompaniyasida главный energetik vazifasida faoliyat yuritib kelmoqdaman. Bu faoliyatim davomida bir nechta katta korxonalarda quyosh sistemasini o'rnatib berdik. Jumladan hozirgi paytda Coca-Cola zavodini 5 megavatga yaqin quyosh sistemasini o'rnatib keldik. Undan tashqari Next Targoviy Center, ICT va undan tashqari yana aeroport, ya'ni UzAirways, ya'ni undan tashqari Ohangaron Sement, deylik yana shifoxonalar, bolnitsalar, maktablar, bog'chalar va bundan tashqari ko'plab loyihalarni amalga oshirib kelmoqdamiz. Xo'p, kelinglar, birinchi mavzu haqida gaplashamiz. Quyosh panellarini o'rnatishdan oldin nimalarga e'tibor berish kerak? Birinchi navbatda avvalambor lokatsiya to'g'ri tanlanishi kerak. Bunda ya'ni azimut degan tushuncha bor. Ya'ni quyosh sistemasini quyosh chiqishi va botishiga qarab albatta uni to'liq, aniq belgilash kerak bo'ladi. Va ikkinchisi, quyosh panelini o'rnatganda albatta uni gradusiga, ya'ni o'sha uklon deydi, o'sha gradusiga e'tibor qaratish kerak bo'ladi. Chunki eng asosiy ishlab chiqarish, energiya ishlab chiqarish koeffitsiyenti aynan shu narsaga bog'liq bo'ladi. Va undan keyingi masala bu konstruksiya. Ya'ni tomga mahkamlamaysizmi yoki yerga qo'yasizmi? Albatta konstruksiya mustahkam bo'lishi kerak. Ya'ni shamolga yaroqli bo'lishi kerak. Ayrimlar uni bolt gayka, shaybalarga olib qotirsa, ayrim kompaniyalar mustahkam qilib qotiradi. Ya'ni o'zini detallarini to'g'ri o'rnatishga to'g'ri keladi. Albatta shu to'g'ri o'rnatilgan detallar uni natijasi yaxshi bo'ladi. Deylik, masalan, quyosh panellarini o'rnatishda ko'proq yerga qo'yilganda uni albatta blok sistemasi, ya'ni yerga o'rnatilgandagi asosi mustahkam bo'lishi kerak. Ko'proq bizlar bloklarni og'irini tanlaymiz, uni qoliplarga olib qo'yamiz, uni yaxshi o'rnatamiz va mustahkam qilib beramiz. O'shanda bu yaxshi natija beradi. Endi do'stlar, quyosh panelini sifatli va sifatsiz ekanligi haqida mavzu yuritamiz. Ya'ni men kichkina bo'lsa ham bir obraz sifatida oldim. Quyosh panellarining albatta birinchi navbatda nimaga e'tibor qaratish kerak? Birinchi navbatda brend, ya'ni qaysi kompaniya tomonidan ishlab chiqarilganiga e'tibor qaratish kerak bo'ladi. Agar siz arzon, sifatsiz panellarni o'rnatib qo'yadigan bo'lsangiz, sizga bu 2 xarajatga, ya'ni 2 barobar xarajatga tushiradi. Shuning uchun albatta birinchi navbatda buni brendiga e'tibor qarating. Ishlab chiqarish kompaniyasini sertifikatsiyasiga e'tibor qarating albatta. Chunki muvofiqlik sertifikati albatta berilgan bo'lishi kerak, ya'ni standartga muvofiq bo'lishi kerak. O'shandagina yaxshi energiya ajratib beradi. Xo'p, undan keyin albatta biz hozirgi paytda ko'proq lonji, jinka panellarni o'rnatib kelmoqdamiz. Chunki buni natijasini biz hayot davomida, vaqt davomida ko'rib kelmoqdamiz. Albatta buni ishlab chiqarish korxonalari har xil bo'ladi. Xitoyda ham zavodlar bo'ladi va yonlarida qanaqadir bir sexlarda ishlab chiqarilgan bo'ladi. Shuning uchun albatta quyosh paneli o'rnatishda xatolikka yo'l qo'ymang, chunki bu sizga yomon natijalar olib keladi va 2 barobar xarajatga tushiradi. Va keyingisi, albatta siz yana bitta e'tibor beradigan jihati, ya'ni hozirgi paytda keladigan panellar albatta soyalanishga e'tibor qaratish kerak bo'ladi. O'zi quyosh panelining eng yaqin dushmani, eng yomon dushmani bu soya. Ya'ni bir qismi soyalanganda ham ishlaydigan panellar bor va albatta bu zo'r panellar hisoblanadi va sifatli hisoblanadi. Shunga albatta e'tibor qarating. Agar mabodo quyosh panelini o'rnatishda agar qaysi panelni olishim kerak, qanaqa brendga loyiq bo'lish kerak desangiz, agar ikkilansangiz, albatta menga murojaat qiling, keling, men sizga kerakli maslahatlarni beraman. Xolis sizga maslahatlarimni ayamayman. Endi bu videomizni eng asosiy e'tibor qaratishimiz kerak bo'lgan joyi bu albatta invertorni boshqaruv qismi, ya'ni boshqaruv tizimi qanaqa bo'lishi kerak. Masalan, bu invertorni men bir misol tariqasida oldim. Bu brend hisoblanmaydi, lekin
brend nomi chiqqan zo'r kompaniyalarni, misol uchun Huawei'ga o'xshagan, Dell, Solix'ga o'xshagan katta kompaniyalar ishlab chiqargan invertorlar, ya'ni boshqaruv tizimi, buni xalq tilida miyasi deyiladi. Eng asosiy vazifasi, ya'ni buni vazifasi asosan o'zgaruvchan tokni o'zgarmas tokni o'zgaruvchan qilib yetkazib beradi. Ya'ni bunda asosiy qismi, ya'ni deylik boshqaruv tizimi on, off, ya'ni buni ishga tushirish tizimi, ya'ni deylik MPPT, ya'ni bu string hisoblanadi va siloviy kabel, ya'ni o'zgaruvchan tokni kirish va chiqishi uchun mana bu qurilmalar hisoblanadi. Bunga asosan e'tibor qaratishimiz kerak bo'lgan joyi, ya'ni ko'proq boshqaruv tizimida buni nazorat qilib turuvchi bu modem, ya'ni modemlar har xil bo'ladi va sim karta ishlatadigani bo'ladi va Wi-Fi sistemasida ishlatadigan bo'ladi. Agar qachonki sistema bir podvalda yoki biron bir antena chiqmaydigan joyda agar qo'yadigan bo'lsa, unda Wi-Fi qo'ygan lozim, yaxshiroq bo'ladi, chunki effekti yaxshi bo'ladi. Chunki siz bemalol xoh Amerikada bo'lsin, xoh Afrikada bo'lsin, bemalol uni siz kuzata olasiz, qancha ishlagani, qancha muddatda ishlab qolgani, qaysi muddatda ishlamadi va qaysi sabablarga ko'ra o'chib qoldi. Shular haqida ko'p ma'lumotlarga ega bo'ladigan mana shu qurilma, ya'ni modem, ya'ni dongle deyiladi. Shunga albatta e'tibor qarating va bu siz uchun kerakli maslahat hisoblanadi. Undan keyin yana qo'shimcha, masalan, bu invertor o'zini o'zi sovutib turadi. Buning ichida охлаждительный, ya'ni ventilyatsiyasi bor. Ma'lum bir temperaturada o'chadi, ya'ni qizib ketsa o'zini o'zi o'chiradi, o'zini o'zi himoya qiladi, himoya vositasi bor va ichida prenapitrlar bor. Prenaprijeniya bo'lganda o'zini o'zi himoya qilish, o'chirish moslamasi bo'ladi. Albatta bu invertorlarda emas, balki brendga, ya'ni nomi qozongan kompaniyalardan chiqqan invertorlar o'zini shunaqa vazifalar hisoblanadi. Va yana bitta e'tibor qaratish kerak bo'lgan joyi, albatta buni pasporti, ya'ni o'sha kerakli parametrlar yoniga yozilgan bo'ladi. Bakoviyda aynan mana shu parametrlarga qattiq e'tibor qarating. Chunki buni ayniqsa mana shu birinchi ko'rsatish, ya'ni parametrlarga qarasangiz, buning uchun avtomat tanlash, qanaqa kabel tanlash, qanaqa voltajda bo'lish kerak, qanaqa nominalkasi bo'lish kerak, qanaqa parametr, hammasi shunda yozilgan va undan tashqari o'zini instruksiya yozilgan kitoblari bo'ladi. Albatta kitobini o'qib chiqish kerak bo'ladi. Ayrim buni quyosh panelini tushunmaydigan yosh ukalarimiz bu haqda hech qanaqa bir bosh qotirishmaydi-da, sababi buni o'qish kerak, albatta buni tarjima qilib o'qish kerak. Rus tilida, ingliz tilida, xitoy tilida berilgan bo'ladi. Albatta buni o'qish kerak bo'ladi, chunki ko'pchilik buni o'qimaydi. Uni natijasida invertorni ishdan chiqishiga sabab bo'ladi. Shuning uchun albatta bunga e'tibor qaratish kerak bo'ladi. Shuning uchun buni kitoblarida ko'p parametrlar yozilgan bo'ladi. Ulash sistemasi, boshqaruv sistemasi, buni albatta e'tibor qaratib, uni o'qib chiqish kerak bo'ladi birinchi navbatda. Shuning uchun bu maslahatlar esidan chiqmasin, albatta bunga e'tibor qarating. Agar siz buni invertorni tanlashda agar ikkilansangiz, albatta murojaat qiling. Chunki kerakli mutaxassis kerakli jihatlarni ko'ra oladi. Siz ko'ra olmagan joylarni ko'ra oladi va sizga maslahat beradi. Buni siz bilmasdan olib qo'ysangiz, bu arzon turmaydi. Albatta buni narxi juda baland. Shuning uchun tanlashda xatolikka yo'l qo'ymang. Albatta agar kerak bo'lsa maslahat beramiz. Keling, bizda eng kichik kilovatdan to eng katta kilovatgacha bizda mavjud. Sizga yetkazib beramiz. Buni kerakli konsultatsiyalarni beraman. Kerakli parametrlarni tushuntirib beraman. Albatta buni tanlashda adashmang. Kompaniyada biz 3 ta turga bo'lganmiz, ya'ni standart, ekonom va premium, ya'ni bu qimmati. Biz men maslahat beraman, ko'proq yaxshisini tanlang. Bu biz ko'proq qo'yadigan kompaniyalardan bittasi bu Huawei. Kichkina bo'ladimi, katta kilovatlik bo'ladimi, Huawei o'zini funksiyalari bilan ajratib turadi. Ya'ni o'zini o'zi boshqara oladi va o'zini o'zi himoya qiladi. Himoya vositalari mavjud. Biza ko'proq shuni tavsiya qilaman, Huawei, ya'ni zo'r kompaniya, anaqasi ko'p, parametrlar juda kuchli. Qolganlari ham yaxshi, Solix'lar bor, Dell'lar bor, bular ham o'ziga yarasha parametrlarga ega, o'ziga xos bo'lgan o'zining jihatlari bor. No, sizga ko'proq maslahat bermoqchi bo'lganim shu. Ishlab chiqarish korxonalarida biza yaqinda o'sha Aziya Kredit degan kompaniyaga borib o'rnatib berdik. Asosan Huawei o'rnatib berdik. Ya'ni Coca-Cola zavodiga ham albatta Huawei o'rnatib berdik. Buni o'sha jihatlari ko'p bo'lgani uchun, parametrlari zo'r bo'lgan, funksiyalari ko'p bo'lgani uchun ko'proq shuni o'rnatib berdik. Agar mabodo ikkilansangiz, albatta bizga murojaat qiling. Men o'zim sizga maslahat beraman.
Va oxirgisi quyosh panellarini uzoq muddat ishlatish uchun, uzoq muddat foydalanish uchun nimalarga e'tibor qaratish kerak? Birinchi navbatda uni albatta ko'p e'tibor talab qilmaydi, lekin baribir vaqtida uni yuvib turish kerak. Uni albatta kabellariga, uni ustida qoplangan gofra deymizmi, o'sha korplarini albatta qarab turish kerak bo'ladi. Hech bo'lmasa o'sha mutaxassis o'rnatgan mutaxassislarning servislari bor. 1 yil servis beramiz biz masalan. O'sha servis davomida biz har 3 oyda profilaktik suhbatlar borib ko'rib, invertorlarni ishlatib, uni boshqatdan перезагрузка qilib, uni albatta uni kabellarini qanaqa holatda turganligini, uni misol uchun monitoringi qanaqa holatda borayotganini hammasiga e'tibor qaratamiz. Bu o'sha panellaringizni, ya'ni quyosh stansiyasini uzoq muddat ishlashiga albatta ta'sir qiladi. Shuning uchun albatta juda katta e'tibor talab qilmasada, lekin uni qarab turish kerak bo'ladi. Misol uchun vaqtida ayrim holatlarda hozir quyosh panellarini tepada, yuqori qismda, ya'ni tomda yuvish uchun qiyin vaziyat paydo bo'ladi. Shuning uchun ayrim jihatlarda hozir quyosh panellarini yuvish uchun kerakli santexnika trubalar, kerakli o'sha yuvish moslamalari bilan moslashtirib berishmoqda. Bu albatta bu yaxshi. O'sha distansion, ya'ni telefon orqali boshqarib uni yuvish holatlari ham uchrab turadi. Va albatta quyosh panelini o'rnatim shu bilan bo'ldi emas, balki kompaniyani har 3 oyda, har oyda yoki kerakli bir vaqt muddatda borib albatta profilaktika o'tkazib kelish kerak bo'ladi. Chunki quyosh sistemasini, quyosh konstruksiyalarini, panellarning konstruksiyalarini o'rnatgandan keyin albatta uni e'tibor qaratish kerak. Chunki shamol har doim esib yoki vaqti bilan qattiq esganda, yumshoq esganda albatta shamolning o'rni bo'ladi. Chunki agar boltga olingan bo'lsa yaxshi. Biz ko'proq boltga olib o'rnatamiz buni. Agar samarezga o'rnatilgan bo'lsa, samarez o'zini ya'ni bo'shab va uni tagidan suv o'tkazish mumkin tom tagiga yoki o'sha bo'shab qolish natijasida buni shamol uchirib ketish ehtimoli bo'ladi. Bu xavfliroq hisoblanadi, chunki bu bog'chalar, больницаlar, odamlar ko'p joylarga o'rnatilgan. Bu albatta bu natijasini yomon ko'rsatadi. Shuning uchun albatta har doim buni konstruksiyalarga e'tibor qaratib turish kerak bo'ladi. Eng qizig'i, quyosh panelidan ishlab chiqqan energiyani hozirgi vaqtda davlatimiz 1000 so'mdan olib turgan bo'lsa, keyingi yildan 1200-1400 gacha sotib olish ehtimoli bo'lib turibdi. Agar siz ishlab chiqarish korxonasi bo'ladimi, xonadon bo'ladimi, korporatsiya bo'ladimi, qancha miqdorda, ko'p miqdorda agar quyosh sistemasini o'rnatmoqchi bo'lsangiz, albatta bizga murojaat qiling. Biz bilan hamkorlik qilmoqchi bo'lsangiz, pastda havola qoldirdim. O'sha havolaga o'zingizning ma'lumotlaringizni qoldiring. Qancha ob'yomda kerak, qanaqa invertor kerak, qanaqa panel o'rnatish kerak, hammasi haqida ma'lumot beramiz.